Qaranglar, hozir G'alorol tumanidamiz. Onlayn uzib tashlaganman. Doppler Pro'da kelamiz. Chap qo'limizda kardon radari bor. Haqiqatan ham kardon, boshqacha model kardonlar bu. Hozir ko'ramiz, orqadan qancha masofadan deteksiya bo'ladi. 400 metr qoldi. Qaranglar, deteksiyaga ahamiyat beramiz. Kardon radar ishlab turibdi. 200 metr qoldi. O'zi kelib qo'ydi. Ko'rdilaringmi? Qancha masofadan oldi. Mana xullas Doppler uzib tashladik. Kamera в спину 70. Onlaynda kelamiz. 8800 Wi-Fi Black'da kelamiz. Kuzatamiz. Qancha masofadan oladi. Kardonning orqa tarafidan. Juda opasniy radarda ham burilishda turibdi-da, ilon burilish xullas. Снижайте скорость. Кардон. Aytdi yonidan 200 metr. Муляж. 200 metrdan olyapti, ko'ryapsizlarmi? Natija bormi? В спину. Savol javoblar bo'lsa, bemalol kommentariyadan qoldirishlaring mumkin.